Har bir musulmon yigit va muslima qiz turmush qurish yoshiga yetganda albatta go'zal oila haqida orzu-umidlar bilan yashaydi. Ana shunday orzu-umidlarning ajralmas qismini esa solih va soliha farzandlar tashkil etadi. Quyida sizlarga Qur'oni Karimda kelgan ana shunday solih va soliha farzandlar so'rab qilinadigan duolarni keltirib o'tamiz. Ey Robbim, menga o'z huzuringdan yaxshi zurriyot bergin. Albatta sen duoni eshituvchisan. Oli Imron surasi 38-oyat. Ey Robbim, meni yolg'iz tashlab qo'yma. Sen o'zing vorislarning eng yaxshisisan. Anbiyo surasi 89-oyat. Ey Robbimiz, o'zing bizga jufti halollarimizdan va zurriyotlarimizdan ko'zimiz quvonadigan narsa hadya et. Hamda bizlarni taqvodorlarga yo'lboshchi qil. Furqon surasi 74-oyat. Robbimiz, ikkimizni o'zingga musulmon bo'lganlardan qil va zurriyotimizdan ham o'zingga musulmon ummat qil. Bizga ibodatlarimizni ko'rsat. Tavbamizni qabul et. Albatta sening o'zing tavbalarni ko'plab qabul etuvchi rahimli zotsan. Baqara surasi 128-oyat. Alloh taolo barchangizga solih va soliha zurriyotlar ato etsin.